Gulperi opa! Gulperi opa! Oyi. Gulperi opa, navbat kutib o'tmay qo'ya qolinglar. Talatdagi qabristondan ham surishtirdim. Eyubning qabri u yerda ham yo'q. Umuman daraga chiqmayaptimi? Ko'rgan eshitgan hech kim yo'qmi? 5 yil o'tdi. Kim ham ko'rardi? O'ldi ketdi, behuda keldik. Mayli, rahmat. Unaqa dema o'g'lim. O'lganini bilish yetarli emas. Bu dunyodan hech kim bekafan kechishni, qabrsiz, tilovatsiz yotishni xohlamaydi. Marhumni yo'qlab borish uchun mozori ham bo'lishi kerak. Oyi, dadam o'lmagan bo'lsa-chi? Bunisi undan battar. Nahot bizni hech ham sog'inmasa? Ketdik. To'rt kere 8. 32. 7 kere 9. 63. Agar uchovini qo'shsak, 159 bo'ladi. Voy o'zimni aqlli o'g'lim. Qani endi tur. Biram shirin bo'lib ketding. Kelasi hafta yana cho'milaman. Oyi. Ha, kelasi hafta yana cho'milasan. Tutib olaman. Ana, tutdim. Qara, kiyimlaringni tayyorlab qo'ydim. Darrov kiyib ol. Uy, shirinim. Oyi, shu o'g'lingizni o'ldirib qo'yaman. Ahmoq. Nega ishimga aralashadi? Nima bo'ldi? Bobomga meni chaqib berdi. Endi buni kiymaysan, ochiq-sochiq ekan deyapti. Ha, kiymaysan. Senga kim ruxsat berdi? Siz aralashmang. Hozir seni... Hasan, qo'y. Bir marta ursang, keyin qo'ling yuguruk bo'lib qoladi. O'g'lim, tushunaman, oilada erkak bo'lishga astoydil harakat qilyapsan. Lekin kaltak bilan ish bitmaydi. Unda qizingiz ham bunaqa kiyinmasin. Buni akam hal qiladimi? Qizim, ol menikiki. Axir senga yoqib qolgandi-yu. Yo'q, uni ataylab o'zingizga tikkansiz. Shuncha yildan keyin birinchi marta to'yga boryapsiz. Mayli, men boshqasini kiyaman. Voy, hali ham kiyinmadingmi, toychog'im? Qani kiya qol. Kiya. Ay Fatma, nima balo? Yasan tusaning hali ham tugamadimi? Bo'ldi, Yakubey, mana boryapman. O'zingga shukr Allohim.
Odamni shoshiltirasa, biram. Hoy qiz, senga bolalarni o'zimdan olib tush demaganmidim? Onasi bilan tushishyapti. Bedriye, juda ochilib ketibsan, senga yarashibdi. Tinchlikmi kelin? Mehmon keladimi? To'yga boraman deb kiyingandim. Gapini qaranglar. Buni qayerdan olding? Qachon to'yga borgandingki, endi ham borsang? Uyda qimirlamay o'tir. Qo'shnimizni qizi bo'lmasa bormasdim. Bilib qo'y, tul xotinni to'yma-to'y sudrab yurish niyatim yo'q. Peshonamga yozilgani shu ekan, oyi. Taqdirga tan bermay ilojim yo'q. Hammasiga o'zing sababchi bo'lding, Gulperi. Agar alohida yashaymiz deb oyoq tirab olmaganingda, o'g'lim otasi bilan sen menga bormasida. Orasini sen buzding. Qing'ir yo'llarga ham seni ochko'zliging tufayli kirib qoldi. O'g'lim shunchalik xor-uzor bo'lmasida, bugun ham o'z uyida tinchgina yurgan bo'lar edi. Endi o'z o'rningni bil. Shu tilingni ham tiyib yur. Ey, bo'ldi. Ertalabdan kechgacha shu g'alva. To'yga ketyapmizmi yo janozagami? Gulperi qizim, ko'zga xunuk ko'rinadi. Oying to'g'ri aytyapti. Yaxshi uyda qol. Xo'p, ota. Qani, imillamay yuringlar endi. Ha, aytgancha, Hajir butun ishni tashlab, hammadan avval ketib qoldi. Hamonki uyda qolayotgan ekansan. Uyda ancha kir yig'ilib qolgan. Shularni yuvib qo'y. Qandaydir yordaming tegsin axir. Badriye, qani ukangni ol. Uylarni ham tozalab qo'y. Is bosib ketibdi. Jo'jalarni katayiga qamab qo'y. Mushk yeb ketmasin. Jon, bo'la qol ukajon, ketdik. Oyi, siz ham boring, bo'lmasa men bormayman. Shunday bo'lishi mumkinmi, toychog'im? Tezroq to'yga bor. U yerda sharbatlar ichasan, tortlar yeysan. Qaytib kelganingda birga kitob o'qiymiz, xo'pmi? Qani bora qol. Gulperi, qahva damlang. Yangamizning qo'lidan ham bir qahva ichaylik. Hormang, Gulperi. Ejder og'a. Uydan tong saharlab yashirincha chiqib ketdingiz. Avvaliga kim bilandir o'ynashib yuribdi deb o'yladim.
Keyin qarasam, tikuvchining do'koniga kirib ketdingiz. Hammasini o'sha payt tushundim. Kechasi bilan kiyim tikib, keyin ularni olib borib sotyapsiz, shunaqami? Tashkillar oilasining to'ng'ich o'g'lining tul xotiniga yoki yolg'onmi? Bu yerdan qochib ketmoqchimisiz? Nima qilsam ham bolalarim uchun qilaman. Yana qanaqa bolalar? Ha? Kimni bolalari? Ular tashkillar xonadonining zurriyotlari. Hali tashkillar siz ishlab topadigan pulga zo'r ekanmi? Uydagilar buni eshitsa, holingizga maymunlar yig'laydi. Shuni miyangizga quyib oling. Lekin aytmang desangiz, mayli aytmayman. Sizni yaxshi ko'raman. Doim menga akamni eslatasiz. Xafa qildirib qo'ymayman. Faqat xo'p desangiz bas. Nima qilyapsiz o'zi? Tushunib turibsiz. Ejdar og'a, qo'ying, bunday qilmang. Sizni ham oyingiz, opangiz bor. Xushingizni yig'ing. Meni aqldan ozdirmang, Gulpari. Qani menga tegib ko'ring-chi. Agar qo'lingizni tekkuzga tek bo'lsangiz, sizni o'ldiraman. Bilib qo'ying, o'ylab ham o'tirmayman. Meni ovora qilmang. Yordam beringlar. Kimdir bormi? Yordam beringlar. Kimdir bormi? Yordam beringlar. Qayerga qochasiz, Gulpari? Qayerga ham qochardingiz, ha? Yordam beringlar. Iltimos, meni tinch qo'ying, qo'yib yuboring deyapman. Hayvon ekansiz. Endi menikisiz, Gulpari, menikisiz. Qo'yib yuboring. Yaqinlashmang. Qo'yib yuboring. Hasan. Oyi. Oyjon, Oyi. Toychog'im. Yaxshimisizlar? oyi. Oyjon, sizni rosa sog'indim. Pulajonlarim. Bolalarni olib ket, Qadir. Badri, Jan, tur bola. Oyjon, kel. oyjon. Hasan, qo'y bor. Oyjon. Yura qolinglar. Yig'ini bas qiling. Kimga aytyapman? Hasan, Qo'yib yuboring. Hasan dedim. Oyimga boraman. Yur, qani.
Tuf, la'natlar bo'lsin senga. Yer yutsin seni. Hasan, Badriya. Oyimni bizdan tortib olishganda men 6, akam bilan opam 16 yoshda edik. Oyi! Hasan! Endi biz g'irt yetim bolalarga aylangandik. Usiz ham ko'nglimiz o'ksik edi. Bizni oyim ovuntirardi. Uni ham bizdan tortib olishdi. Aysha Dilber. Sira bo'z. Sahid, menga yo'qmi qizim? Yo'q, sizga xat yo'q. Gulperi Chetin. Menga ham bor. O'zimni toychog'im. Gizem Dalgin. Oyjon, kecha tushimga kirdingiz. Ustimni yopib qo'ydingiz. Birdan uyg'onib ketdim. Meni tinimsiz o'pdingiz. Bag'ringizga mahkam bosdingiz. Sizga o'zim o'qigan kitoblarni, chizgan rasmlarimni ko'rsatdim. Hayron qaldingiz. Endi maktabga borishimni aytdim. Quvonchdan yig'ladingiz. Ishongingiz kelmadi. Ertalab tursam, yana yo'qsiz. Hamma yoqdan sizni qidirdim, lekin topa olmadim. Keyin tushimni akam bilan opamga aytib berdim. Opam bilan men yig'ladik. Akam yig'lamadi. Soqoli chiqqandan beri yig'lamay qo'ydi. Lekin ko'rdim. Ko'zi yoshlanib ketdi. Oyimni juda sog'indim dedi. Badriya opam kalendar tayyorladi. Chiqadigan kuningizni hisobladik. O'sha kunni belgilab qo'ydik. Har kunning ustiga chizib qo'yapmiz. Borib sizni ko'rmoqchi bo'ldik, ammo bobom u yerga yosh bolalar bormaydi dedi. Akam bobom bilan qattiq urushdi. Necha martalab sizni ko'rgani borish uchun yo'lga otlandi. Bobomni odamlari doim qaytarib keldi. O'tgan kuni Kadir ammam, bundan buyon oyingiz menman, meni oyi deysizlar dedi. Badriya yig'ladi, xonasiga qamalib oldi. Akam Kadir ammamni jerkib tashladi. Bizni faqat bitta onamiz bor, Gulperi oyim dedi. Eski rasmlarga termulib o'tiramiz. Tezroq yonimizga qaytib keling deb har kuni Xudoga iltijo qilyapmiz. Sizni juda sog'inib ketdim, oyi. Siz ketgandan beri sovun bilan yuvina olmayapman. Xushbo'y hidingizni ham juda sog'indim. Qaniydi yonimda bo'lsangiz-u, to'yib hidlasa. Endi kattaman. 7 yoshga to'ldim. Baribir qaytib kelganda meni yana o'zingiz cho'miltirasiz, a? Otalar kuni muborak bo'lsin, dadajon. Men yaxshiman, xavotir olmang. Ketma-ket qo'ng'iroq qilma. Bu yoqda ham odamlar kutyapti. Qani bo'l, go'shakni olishmayotgan bo'lsa orqaga o't. Opa to'g'ri aytayaptilar. Qani, tezroq bo'l. Qo'yaver qizim, o'zim olaman. Sen oyingga yordamlash bora qol. Alo? Fatma oyi, bu men Gulperiman. Umring uzoq bo'lsin. Menda ham sovg'a bor. Qani ol bolam. Nima kerak? Kallay saharlab nega qo'ng'iroq qilyapsan? Bolalarni chaqirib berasizmi? Bugun otalar kuni-ku. Hozir xafa bo'lib o'tirishgandir. Bir ovozlarni eshitay dedim. Bunisi esa senga qizim. Osmondan tushgandek gapirasan, a? Bizda unaqa bayram yo'q. Keyin bolalarim chiqib ketgan. Uyda emas. Bobosi bilan bozorga ketishgan. Ovozlarni eshitgandek bo'ldim-ku. Yo'q deyapman-ku, omading chopmadi. Hozirgina chiqib ketishdi. Balki hali hovlidadir. Iltimos chaqirib bering. Yo'q deyapman-ku senga.
shoshilinch ishlari bor ekan. Keyin bobosini ham jahli chiqadi. Senga o'zim keyinroq qo'ng'iroq qilarman. Mayli, omon bo'l. Bo'la qol. Texnika do'koniga kirishim bilan Yakub Tashkinning nabiralari uchun munosib narsalardan bering dedim. Hammasi zamonaviy va eng zo'ri. Rahmat bobo, sog' bo'ling. Bobojon, aynan o'zim xohlagan rangidan olibsiz. Rahmat. Maza qilib ishlat qizim. Jon, nega aylantirib ko'ryapsan? Senga kelinmas, noutbukni olib berdim bolam. Yoqmadimi? Juda chiroyli, bobo. Unda maza qilib ishlat. Buvijon, hozir oyim qo'ng'iroq qildimi? Yo'q. Yo'q, Girgitonim. Kimdir adashib qo'ng'iroq qilibdi. Voy, senga shunaqa tuyuldimi, a? O'zimni erkatoyim. Holingizdan xabar oladigan oyingiz yo'q, bolam. Yo'q. Bemehr toshbag'ir ekan bu onangiz. Hasan, gapir, yoqdimi? Albatta bobo, eng zo'ridan olibsiz. Buyursin, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin. Rahmat. Qamoqxonadagi telefonlar buzilib qolgan. Bilaman, bitta qolmay hammasi buzilgan. Bo'lmasa bizga qo'ng'iroq qilardingiz. Toychog'im qalaysan derdingiz. Keyin men ham sizni juda ham sog'inganimni aytib berardim. Ovozingizni eshitib yursam, sizni buncha sog'inmagan bo'lardim. To'ppa-to'g'ri. Telefonlar buzilib qolgan. Shunga qo'ng'iroq qila olmayapsiz. Lekin nega xat yozmayapsiz, oyi? Nega xatlarimga javob bermayapsiz? Yo sizga qog'oz bilan ruchka berishmayaptimi? Unda o'zim qog'oz bilan ruchka jo'nataman. Faqat xat yozing. Chiroyli ertaklar yozing. Sog'inish zerikarli ish ekan, oyi. Kutish esa undan ham yomon. Yoqimli ishtaha xonimlar. Rahmat. Kela qog'izim. Sizga xat yo'q, Gulperi. Xaticha Jihangir qizi. Rahmat. Benal Tahiri. Rahmat, qizim. Salom xon. Salom. Sizlarga xat bor. Ana bu yerga qo'l qo'ying. Rahmat og'a, yaxshi bo'ling.
Ortda qolgani rost bo'lsin. Yakub og'a seni kutyapti. Ketdik. Sumkani menga ber. Nega bu yerga keldik? Bittasini kuzatib yuboramiz. Istanbulga boruvchilar, avtobus jo'nayapti. Nimalar deyapsiz o'zi? Chiqinglar, bo'la qolinglar. Tushing yanga. Nima bo'lyapti? Faysal og'a, bunga o'zingiz nimadir deng. Qo'y bor. Meni tinch qo'y. Yetib borgach menga qo'ng'iroq qil. Istanbulga. Qo'y bor deyapman. To'g'ri, Istanbulga Qo'y bor. Bu tomonlarga boshqa qaytib Menga kelma. kelishni taqiqlay olmaysiz. Bolalarimsiz hech qayerga ketmayman. Qo'y bor meni. Qo'y bor. Faysal og'a, yolvoraman. Men sizga nima qildim? O'tinaman, meni bolalarimdan judo qilmang. Qo'y bor meni, iltimos uka, qo'y bora qol. Yakub og'a bolalarni unutsin. Ular uchun onalari qamoqqa tushgan kuni o'lib bo'lgan dedi. Ostonamga qadam bosgudik bo'lsa, uni o'z qo'lim bilan o'ldiraman dedi. Axir qachondan beri bolalarimni ko'rmadim. Agar o'ldiradigan bo'lsa, kelsin, hozir o'ldirsin. Ey, tezroq chiq. Joningdan to'ydingmi? Qani hoziroq jo'nab qol. Seni deb men ham baloga qolmay yana. Qo'ying aka, kerak emas. Senga o'xshagan yengiltak ayol o'sha bolalarga umuman loyiq emas. Jo'na! Qo'y bor meni. Ket deyapman. Yordam beringlar. G'alaba, yordam beringlar. Meni majburan jo'natishyapti. Qo'y Qani bor. jo'na! Qo'y bor. Deyapman. Yordam beringlar. Yordam bo'ldi beringlar. endi. Qo'y Qani boring. tezroq chiq. Qo'y boring. Bor, tezroq. Yur deyapman. Gaplarini eshitib qoldim. Sizni bugun qamoqdan chiqadi deyishdi. Biram xursand bo'ldim, lekin bildirmadim. O'zim yaxshi ko'radigan kiyimlarimni kiydim. Sochlarimni yon tomonga taradim. Nega kulyapsan deb so'radi akam. Unga ham aytmadim. Aytsam qizig'i qolmaydi dedim. Kelasiz, bilaman. Bunga akam mendan ham ko'proq xursand bo'lishini bilaman. Bo'ling oyijon, tezroq keling, kelib bizni bag'ringizga bosing. Keyin hech ham ketib qolmang, oyi. Bizni yolg'iz qoldirmang. Qani hayda. Marhamat, Gulperi xonim. Yana kelib turing. Rahmat, savdoyingizga baraka.
Dada, iltimos hech narsa demang. Bo'pti. Sendan xavotir olib so'raychi degandim. Men yaxshiman. Xo'sh, nima qilamiz? Kel, o'qishingdan keyin kinoga boramizmi? Imtihonlarga tayyorlanyapman, ilojim yo'q. Yaxshi. Unda qachon xohlasang ayt. Sochimni bo'yatsam nima qilibdi? Shunga shunchami? Bunga yoshni nima ahamiyati bor? Axir soch o'zimniki, unga nima? Shoshma. Og'irroq bo'l, kichik xonim. Birinchidan, onalarni u deyishmaydi. Ikkinchidan, xotinimni xafa qildirib qo'ymayman, bilib qo'y. Unda o'sha xotiningizga ayting, meni tinch qo'ysin. Yo'q qizim, shoshma. Avval turishimga yordamlash. Achomlamaysanmi? Voy. Achom. Shunchalar chiroylisanki, soch bo'yashga aslo hojat yo'q. Xo'pmi? Voy. Shoshma. Qani ko'raychi. Shoshma. Bu nima? Mana shunisini qurbon qilishimiz mumkin. Yashilmidi? Qanaqa rang edi? Rostdanmi? Rostdan. Lekin avval oyingdan uzr so'rashing kerak bo'ladi, xo'pmi? O'zimni dadajonim. Sizni bir ham yaxshi ko'raman. Men ham qizim. To'polonchim. Gulperi xonim, salom, xush kelibsiz. Vaqt bo'ling. Kecha menga aytgan hamma gaplaringizni Qadribeyga yetkazdim. Biroz barvaqt kelibsiz. Yuring, sizga choy quyib beraman. O'zi ham hadimay kelib qoladi. Hozir kelaman. Meni kechiring. Ozroq haddimdan oshdim. Qani, endi sen ham qovog'ingni och. Nima dedingiz u? Kelib uzr so'rayapti. Bitta kokilni bo'yatishga ruxsat berdim. Qanaqasiga? Zararli deyapman-ku. Keyin men yo'q deb turganimda siz nega xo'p deysiz? Murosa qilishga urinyapman. Oila sizga sud emas axir. Unda yo'q deyishdan avval meni ham fikrimni so'rasang bo'lardi. Gapimiz bir joydan chiqsa yaxshi bo'larmidi? Bu yoq zararli bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin qizing hali juda yosh. Nimanidir man qilsak, darrov o'chakishib qoladi. Ha, mayli, ishga kech qolyapman. Endi boray. Men ketdim, Sirra. Yaxshi ishlab keling, Qadrbey. Xayrli
tong, Kadirbek. Xayrli tong. Kadirbek, xush kelibsiz. Xayrli tong. Menga berib qoling. Gulperi xonim keldi. Gulperi, xush kelibsan. Oradan qancha yil o'tdi? Demak, eslar ekansiz, fochalik Ehson ustaning qiziman. Qo'ysangchi, hali bunchalik qarib ketmadik. Fochadan keyin seni Tashchinandagi bozorda ham ko'rgandim. Eyib tanishtirgandi. Lekin o'shanda meni taniy olmaganding. Shunday bo'lish kerak edi. Tashkillarni yaxshi bilasiz-ku. Juda yaxshi bilaman. Qani xonamga kiraylik? Burju, tayyorgarlik ko'rib qo'ydingmi? Tayyor. Yaxshi. Rahmat. Qani, bu yoqqa o'tir. Kadirbekning kolleksiyasi otasidan qolgan. Otangiz tasbeh ham yasardi, to'g'rimi? O'zing ham unutmabsan. Xo'sh, nimadir ichasanmi? Hech narsa kerak emas, rahmat. Qolaversa, ko'p vaqtingizni olmoqchi emasman. Ahvolimdan xabaringiz bo'lsa kerak. Ma'lumotlarni Kadirbekga berganman. Gulperi, sening ishing bilan Burju xonim shug'ullanadi. Ancha tajribali advokat. Bu uchrashuvda meni bir mehmon deb o'yla. Hademay ketishim kerak bo'ladi. Aybga buyurmaysan. Qanaqasiga? Sizni eng yaxshisi deb menga o'zingiz advokat bo'lishingizni xohlab kelgandim. Darrov buncha qizishma. Burju xonim ham eng yaxshisi. Quloq sol. Men iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha da'vo ishlari bilan shug'ullanaman. Oila masalalari bilan Burju xonim. Tushunarlimi? Unga ishonishing mumkin. Modomiki shunday ekan, sizlarga ishonishdan o'zga choram yo'q. Lekin o'rtada bolalarim borligini ham unutmanglar. Bu dunyoda ulardan boshqa hech kimim yo'q. Yana bu bolalarimni qaytarib olish uchun so'nggi imkonim bo'lishi ham mumkin. Ishonchli qo'llardasiz Gulperi xonim. Tashvishlanmang. Boshingga ko'p tashvishlar tushibdi. Tortmagan azobing qolmabdi. Shunchasi yetmagandek Eyubdan ham judo bo'libsan. Keyinroq eshitdim, bandalik ekan. Rahmat. Uni hali ham topisha olmayapti deb eshitgandim. Shundaymi? Hali ham bedarakmi? Ha, topisha olmadi. Shunaqa deyishdi. Qiziq. Yakub Tashkentdagi odam bunga qanday yo'l qo'ydi ekan? Uzr, aybga buyurmaysan. O'tmishni eslatib yarangni tirnayapman. Kadir, chekkan barcha azoblarimga roziman. Faqat bolalarimni qaytarib olsam, diydoriga to'ysam bas. Qolgani bilan ishim yo'q. Bolalaring necha yoshda? Kattalari 18 ga to'ladi. Kenjam 8 yoshda. Ko'z tegmasin. Ismlari nima? Egizaklarim Badriya bilan Hasan. Kenjatoyim esa Jan. Bu esa bizni qizimiz, Artemis. Juda chiroyli ekan. Umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Burju, hujjatlarni ber. Rahmat. Advokatni sotib olishgan debsan. Qanday tushunding? Men nimadir qilishim mumkinmi deb necha martalab so'radim. O'zim hal qilaman dedi. Qamoqxonada bitta opa bor edi. Ishi endi ko'rib chiqilgandi. O'sha aytganda tushunib qoldim. Chunki sudya ona bolalarni boqa oladimi? Ular qaysi maktabda o'qiydi? Uydagi sharoit qanaqa? Shularni hammasini so'rar ekan. Bular haqida umuman og'iz ochmadimi? Yo'q. Ha, mayli. Ixtiyorimizda bir oy vaqt bor. Hech narsadan xavotir olma. O'sha advokat bilan bog'lanib sud ishi bayonnomasini so'rayman. Minnatdorchilik bildirib, bu ish bilan endi o'zimiz shug'ullanishimizni aytaman. Gulperi xonimga ham kerakli hujjatlar ro'yxatini beraman. Tez fursatda bu ishni hal qilamiz. Eski advokat tayyorlagan bayonnomadan foydalanishlari aniq. Burju, shuning uchun uni sinchiklab o'rganishimiz kerak, xo'pmi? Shu masala bilan bog'liq bizga aytmoqchi bo'lgan gaplaring bormi? Menga tuhmat qilishdi, Kadir. Men umrimda o'zimni isnodga qo'yadigan hech narsa qilmaganman, chin so'zim. Bunga mutlaqo shubha qilmayman, Gulperi.
Lekin sen ham bir narsani to'g'ri tushun. Bu sud ishi oson bo'lmaydi. Juda murakkab kechadi. Shunday ekan seni himoya qila olishimiz uchun bizga nima kerak bo'lsa hammasini aytib berishing darkor. Xo'p. Yakubbey bolalarimni tantiq, erkatoy qilib o'stirayotgandi. Hech narsani qadrlamaydigan, pul uchun, boylik uchun hamma narsaga tayyor odam bo'lib ulg'ayishini xohlardi. Xullas o'zi qanday bo'lsa, meni bolalarim ham shunday bo'lishini xohlardi. Men ham yashirincha bir tikuvchi uchun ko'ylaklar tikib berishni boshladim. O'zim oyoqqa turib olishni, bolalarimni ham otasi orzu qilgandek odam qilib voyaga yetkazishni xohlardim. Ejdar, erimni ukasi. Bir kuni nomusimga chang soldi. Ejdarni shuning uchun yaraladingmi? O'zimni himoya qilaman deb. Xuddi shu gaplarimni sudda ham aytdim. Menga hech kim ishonmadi. Ejdar men yangamni nomusini himoya qilmoqchi bo'ldim dedi. Tikuvchini o'g'li bilan ko'z urishtirib yurgandi dedi. Yakub Tashkin esa pul bilan uni ham sotib olgan. Yo'q, hammasini Ejdar qildi. Men aytgan gaplarga Yakubbey ham, sudya ham ishonmadi. O'sha odamning ismi nima edi? Ismi qursin. Nejdet Yilmaz. Burjum. Qolgani o'zimga havola. Tushunmadim. Bu yog'iga bu ish bilan o'zim shug'ullanaman. Bu Yakub Tashkin degan odam payti kelganda qanday vahshiyga aylanishi, nimalar qilishi mumkinligini hatto tasavvur eta olmaysan. Gulperi xonim aytgan gaplarini eshitding. Yana nimadir qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Yakub Tashkin nabiralarini tortib olish uchun hech narsadan toymaydi. Hatto taxmin qila olmaysan. Bu ish bilan o'zim shug'ullanaman. Xo'pmi? Sen esa menga yordamlashasan. Xo'p. Rahmat Kadir, sizdan juda minnatdorman. Mayli, men boray. Yaxshi. Xo'sh. Men bu hujjatlarni o'rganib chiqqach senga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. To'lov buxgalteriyada amalga oshiriladimi? Avval yutib chiqaylik. Bu haqda keyin gaplashamiz. Yoningizga yaxshi advokat bo'lganingiz uchun keldim. Avvaldan tanishligimiz uchun kelmadim. Pulim bor. Yaxshi, xotirjam bo'l. Hech qayerga qochib ketmayapman. Unda sizdan xabar kutaman. Kelishdik. Meni yolg'iz tashlab qo'ymaganingiz uchun katta rahmat. Nima desam ham, nima qilsam ham kam. Bolalaringni qaytarib olaylik. U yog'i juda oson. Rahmat. Seni ko'rganimdan xursandman. Dadangning qahvaxonasi hali ham bormi? Bilmayman. Erim, sizlar ishlagan serial menga juda ham yoqdi. Bu yil hamma mukofotlar seniki bo'ladi. Aytganing kelsin. Kela qol Gulperi. Aytgancha erim, libosingni shu Gulperi tikdi. Juda mohir tikuvchi. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Yaxshilikka kiying. Hammasi yaxshi, menga juda yoqdi. Kiyimimni almashtira qolay, lekin qahvangni ichmay ketmayman. Mayli, mayli. Gulperi. Kadir yoniga bordingmi? Seni ishga olar ekanmi? Sizga u bilan bolalikdan tanishligimizni aytgandim-ku. Yo'q demadi, baraka topsin. Omading bor ekan. U biror marta ham yutqazmagan. Albatta yutadi.
Azamet xonim, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Gapir, azizim. Bolalarimni qaytarib olishim uchun ularni boqish qo'limdan kelishini isbotlashim kerak bo'ladi. Sudda shunday deyishadi. Xo'sh, Siz ishchi qidirayotgan edingiz-ku. Men tinmay tunu kun ishlasam, buning uchun ham haq to'lay olasizmi? yaxshi. Agar biror muammo chiqsa, boshing baloga qoladi, bilib qo'y. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xohlasa sizni uyaltirmayman. Nima deyishni ham bilmayman, Iknur xonim. Sizdan uzr so'rayman. Bu tushunmovchilikni albatta hal qilaman. So'z beraman. Yana bir bor uzr, aybga buyurmang. Shunday qilib, bugungi marafonimiz ham tugadi. Ertaga ertalab uchrashuvimiz bor. Iknur xonim mijozimiz ekanligini Sheyma qayerdan biladi? Demak, sen aytgansan. Sheyma o'sha ayolga qo'ng'iroq qilib, mendan uzoqroq yurishini aytib tahdid qilibdi. Xo'sh, eshitaman, gapir. Men ham juda hayron qoldim, azizam. Bu rasmlar Qadirbeyni qo'liga tushib qolsa-chi, asosiy mijozi bilan yaqin munosabatda ekanligingdan xabar topsa yoki Ananbeyni ayoli bilib qolsa-chi? Hammasini tushuntirib bera olaman. Men gazeta muxbiri bilan gaplashdim. Bu haqda ikkimizdan boshqa hech kim bilmaydi. Hammasiga nuqta qo'yildi. Aslida sen bilan munosabatlarimiz juda yaxshi. Hozirgi ish joying menga ham juda ma'qul. Albatta, ish joyingdan ayrilmaslik uchun menga Qadirni ortidan yurgan ayol kimligini aytishing kerak. Sheyma meni qattiq siquvga oldi. Hayotingizda begona ayol borligiga juda ishonadi. Unga biror kimni aytishim kerak edi, shunda Iknur xonim deb qutuldim. Nega menga aytmading? Ayta olmasdim. Menga tahdid qildi. Tahdid qildi? Nima bilan? Ketsam bo'ladimi? Xush kelibsiz, Qadirbey. Azizim, xush kelibsan. Qara, dasturxondagilarning hammasi yangi. Barchasini o'z qo'llarim bilan tayyorladim. Qorning och bo'lsa kerak-a? Nega g'alati qarayapsan? Nimadir bo'ldimi? Sen nima qilmoqchi bo'lyapsan, a? Maqsading nima o'zi? Tushunmayapman. Soch bo'yash haqida gapirayotgan bo'lsang, uni allaqachon unutdim. Qanaqa soch bo'yash? Mijozimga qo'ng'iroq qilibsan, Iknur xonimga. Ahmoqona gaplaring yetmaganidek tahdid ham qilibsan. Buni o'zi aytdimi? O'zimi boshqasimi nima farqi bor? Nega bunday qilyapsan? Nega deysanmi? Men erim haqida qayg'uryapman. U ham chegaradan chiqmasin. Yaxshi ish qilmabsan. Buni tezroq hal qilish kerak. O'sha ayol mening mijozim. O'rtamizda hech narsa bo'lmagan, ilmoqli qarashlar ham. Uni nimada ayblayotganingni tushunyapsanmi o'zi? Ha? Meni qanday vaziyatga solib qo'yganingni bilasanmi? O'zingni qanday vaziyatga solganingni-chi? Sheyma, menga qara. Menga qara dedim. Sheyma. Menga qara deyapman. Ko'zimga qara. Borib o'sha ayoldan uzr so'raysan. Gapimni tushundingmi? Yoniga borasan va uzr so'raysan. Shu bilan bunga nuqta qo'yamiz. Gap tamom. Salom. Oh, darrov bo'yapsan-ku. Lekin juda yarashibdi, to'g'rimi, Qadir? Ha. Sizlar janjallashyapsizlarmi? Ovozingiz ko'chagacha eshitilayotgandi. Yo'q jonim, qanaqa janjal? Dadang sud jarayonidagi voqeani aytib berayotgandi. Mendan maslahat olish uchun ozroq berilib ketdi-da.
Qorning och bo'lsa kerak-a? Unda kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Juda ochiqadim. Tabriklayman. Bitta ahmoq ayolni deb xotiniga baqirayotib qizimizga sharmanda bo'layotdik. Shunga arzirmidi? Kim biladi hozir biz haqimizda nima deb o'ylayapti ekan? Qayerga? Ovqat yemaysanmi? Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle gider mi? Oyi, siz ham keling, birga tushamiz. Ketyapman hozir. Beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri gövdeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kadir Bey, Eshitaman Burju. Kadir Bey. Gulperi xonimning ishi kelasi haftada ko'rib chiqilar ekan. Advokat Gulperi xonimga yolg'on gapiribdi. Tushunarli. Gulperi xonimga o'zim xabar beraman. Uni raqamini menga yubor. Hozir yuboraman. Qaytibdingiz xonim. Xayrli kech Kadir Bey. Formang og'a. Salomat bo'ling.
Salom. Kadir, Xayrli kech. Charchamayapsanmi? rahmat. Voy, aybga buyurmang, uzr. Hechqisi yo'q, hijolat bo'lma. Bir-birimizga yaqin joyda yasharkanmiz. Qo'ng'iroq qilgandim, bog'lanolmagach kirib o'tay dedim. Tashkinandan xabar kelibdi, Burju qo'ng'iroq qildi. Senga biriktirilgan advokat seni chalg'itibgina qolmay, yolg'on ham gapiribdi. Ishni ko'rib chiqish kelasi oyda emas, kelasi hafta bo'larkan. Qanaqasiga? Eshituvda sen qatnashmasliging uchun ataylab noto'g'ri kunda aytgan. Yo'qotdim. Bolalarimni yo'qotdim. Bolalarimni olishim kerak, Kadir. Ularni o'sha yerda qoldira olmayman. Bolalarimni olishim shart. Beri, o'zingni bos, asabiylashma. Biz yutib chiqamiz. Kurashamiz va g'olib bo'lamiz. Faqat tezroq harakat qilishimiz kerak. Vasiylik uchun shaxsingni tasdiqlovchi pasport bilan o'tgan kuni so'ragan hujjatlarim kerak bo'ladi. Yaxshi, pasportim pastda. Boshqa hujjatlar hali yo'q. Yaxshi, borini olib ketaman. Qolgani tayyor bo'lishi bilan ertaga ofisda qoldirishing mumkin. Xo'p. Hozir olib chiqaman. Shoshilmasang ham bo'ladi. Men hujjatlarni tayyor qilaman. Ertaga notariusga imzo qo'yish uchun kelsang bo'ldi. Qolganini keyin hal qilamiz. Yaxshi, ishga ketishdan avval tashlab o'taman. Qayerda ishlaysan? Tikuvchilik qilaman. Modalar uyida ishlayman. Hech ham o'zgarmabsan. Hali ham javon to'la kitob. Nima dedingiz? Kitoblar deyman. Hali ham kitoblarni yaxshi ko'rar ekansan. Ha, shunaqa. Nechida boray, kech qolishni xohlamayman. 8:30da. Xo'p. Yana bir bor rahmat sizga, Kadir. Arzimaydi. Ertaga samolyotga chipta oldirib qo'yaman. Yo'q, kerak emas. Men ertaroq boraman. Bolalarni juda sog'indim. 1-2 kun ular bilan vaqt o'tkazaman. Menimcha bormaganing ma'qul. Nega? Qamoqxonadan chiqishing bilanoq Yakub Tashkin bolalarga yaqinlashmasliging haqida qaror chiqartirishga uringan. Xudoga shukr, buni uddalay olmagan. Lekin hozir ertaroq boradigan bo'lsang, uning jahli chiqadi. Bilaman, yuraging siqilib ketdi. Onaga shoshma deyish amri mahol. Lekin menimcha erta borib, hech narsani xavf ostida qoldirmaganing ma'qul. Bo'pti. Yaxshi dam ol. Yaxshi boring. Labbay Ijlol xonim. Gulperi, tezroq ke. Bo'la qol. Hojatxonadan suv toshyapti. Hamma joy suvga to'ldi. Hozir ketyapman.
Xo'sh, o'zingni qanday his qilyapsan? Ichimga sig'may ketyapman. Ham sevinyapman, ham qo'rquvdan o'lay deyapman. Shu bir haftani zo'rg'a o'tkazdim. Tabiiy hol. 2 yildan beri farzandlaringni ko'rmayapsan. Choy ichasanmi? Voy, haliyam unutmabsiz-da. Qanday unutishim mumkin? Bir choynak choyni bir o'zi tugatgan odamni unutib bo'ladimi? Qani gapirchi. Shuncha yillar ko'rishmadik axir. Nima bo'ldi? Nimalar qilding? Eng so'nggi orzuying adabiyot fakultetiga o'qishga kirish edi. O'qishga kirdim, orzuyim ushaldi. Istanbul universiteti, Turk tili va adabiyoti fakulteti. Istanbulda o'qidingmi? Oxirgi marta xayrlashayotganda shunday deb kelishgandik-ku. Istanbul universitetida uchrashishimiz kerak edi. Adabiyot fakultetining yo'laklarida qancha vaqtimni o'tkazdim. Kelganingda albatta uchrashgan bo'lardik. Bora olmadim, dadam yubormadi. Akangam o'qishga kirganida albatta yuborgan bo'lardim. Lekin qiz bola boshing bilan bora olmaysan dedi. Sen esa dadangdan xafa bo'lib, rahmatli Eyüpga suyangansan demak. Erga tegishni emas, o'qishni tanlaganingda bu ishlar bo'lmasdi demoqchisiz, shundaymi? Pushti burun, oyim keldi, bilasanmi? Bizni olib ketgani keldi. Politsiya oyimni olib ketganida juda kichkina edim. Stolga ham bo'yim yetmasdi. Orqasidan chopdim, meni qo'yib yuborishmadi. Oyimni ushlab qola olmadim. Oyim meni juda yaxshi ko'rardi. Endi yaxshi ko'rmay qolganmikan? Mendan arazlagan bo'lsak-chi? Avvalgidek jonim bolam deb yaxshi ko'rarmikinlar? Hoy. Boyadan beri qayerda eding, jon? Buvim xavotirdan o'lay dedi. Shu yerdaman, aka. Qani tur. Kadir onam kutyapti. Hali ham nonushta qilmabsan-ku. Pushti burun ham borsa maylimi, aka? Endi bitta shu quyon kamida. Mayli borsin. Tur. Buni ham ol. Qani bo'la qol. Ketdik. Yoqimli ishtaha ota. Rahmat qizim, qo'ling dard ko'rmasin. Kirsam maylimi? Faysal, meni asabiylashtirma. Gulpiri xonim, keliningiz Tashkinanga kelibdi. To'g'ri mahkamaga boribdi. Yonida esa qandaydir erkak bor ekan. Kimligi noma'lum. Noma'lum? O'sha odam Tashkinandan ketgunicha kimligini bilishing shart. Agar bila olmasang, o'zingdan opkala. Xo'p bo'ladi, og'am. Kadir Aydin, advokat. Labbay og'am, o'sha odamni aytyapman. Sen ketayotganingda men o'sha yo'ldan qaytayotgan edim. Aql tarqatilayotganda sen qayerda yurganding o'zi? O'sha Kadir bizning eski ishchilarimizdan birining o'g'li. O'qib advokat bo'libdi. Hatto o'limga mahkumlarni ham qutqararkan deyishadi. Bo'lmasa, bolalarni nega olib borardim? Kechirasiz-ku, lekin siz bilmaydigan hech narsa yo'q-da, og'am. Bo'ldi, yaltoqlanishni bas qil. Yoshing o'tgan sari aqling qisqarib boryapti seni. Odamlarimizga ayt.
Qayerga boryapti, nima qilyapti, barchasidan xabarimiz bo'lsin. Bora qol. Dada, bolalar tayyor. Yaxshi, ketyapman. Bedriye, sochlaringni yig'. Siz aralashmang aka. Bobom hech narsa demayapti-yu, sizga nima? Bedriye. Bobongiz kelyapti bolalar. Bo'ldi Voy, qilinglar. o'zimmi shirinim. Qorning to'ydimi? Ha. Ammasini shirini. Tayyormisizlar? Allaqachon, bobo. Unda mashinaga chiqinglar. O'g'lim, Arslonim, quyoningni kiritishmaydi, uyda qoldi. Qaytib kelmasam-chi? Kelasan, xavotir olma. Sen uni kelinoyingga ber. Kelib yana Qani o'ynayverasan. bera qoljan. Qani ketdik. Ejdar tinchlikmi qayoqqa? To'xta dedim senga. Qayerga ketyapsan? Men hali o'lganim yo'q. Ota, Ota dema, sendan rozi emasman. ota. Qachondan beri shu kunni kutyapman. O'sha suyuq oyoq ko'zimga tik qarasin. Aybini eslasin. Sud uni kechirgandir. Lekin men kechirmadim. O'g'lim. Nima desang ham, nima qilsang ham haqsan. O'zining benomusligi, behayoligi uchun badalni senga to'latdi. Lekin xavotir olma. Uni kelgan joyiga qaytarib yuboraman. Sen bularni o'ylama. Dada, bo'lmaydi. Meni gapim shu Ejdar. Xotiningni olib xonangga bor. Qaytgunimcha kutib turinglar. Bora qol. Qani yur. Yur. Xo'p. Obke. Sen ham bormaysan. Bularga o'zing qarab tur. Nega o'sha Gulperiya degan iblisni ko'rishim kerak? Uni deb oilamiz shu holga keldi. Nabiralarimiz otasiz qoldi. Ana, ejderimni esa yarim jon qildi. Lekin u jimgina sabr qildi. Bizga hech narsani bilintirmadi. O'sha suyg'oyoni deb. Yaqubbey, nabiralarimni shundog'icha qaytarib olib keling. Ularga vasiylikni o'zingiz olishingiz shart. O'sha ayolni esa kelgan jahannamiga qaytarib yuboring. Qaytib ovozini ham eshitmaylik, yuzini ham ko'rmaylik. Sen shu paytgacha qachon ishimni chala qoldirganimni ko'rgansan, ha? Bu ishni o'zimizning ijarachi sudya xonim ko'rib chiqadi. Meni ko'rishi bilan to'g'ri qarorni chiqaradi. Mendan nabiralarim yo'qda tursin, tupugimda ham hech kim tortib ola olmaydi. Alloh sizni boshimizdan ayirmasin, Yaqubbeyim. Alloh meni umrimni ham sizga bersin, inshaalloh, Yaqubbey. Ishingiz o'ngidan kelsin. Yaxshi borib kelinglar. Melek xonim, biz hozir mahkamaga ketyapmiz. Siz ham kech qolmang, iltimos. Rahmat. Sog' bo'ling. Aytganingizdek Azamat xonim bilan ham gaplashdim. Maoshim haqida ham kelishib oldik. Gulperi. Lekin hisobchi hujjatlarni berishni orqaga suraverdi. Oxirgi kuni bir amallab hal qildim. Xudo xohlasa muammo chiqmasa bo'ldi, aqldan ozay deyapman. Qo'rqma deyapsiz-ku, lekin baribir qo'rqyapman. Dada, ketmang. Oyimni tashlab Qadir, ketmang. do'konga qayt. Oyimni yolg'iz qoldirmang, o'tinaman, dadajon. Qadir. Bizni tashlab ketmang. Qadir, qo'yib yubor. Dadajon, Do'konga qaytyapman. iltimos, ketmang. Iltimos. Qadir, qayt dedim. Bizni tashlab ketmang, Ket, dadajon. Qadir. Mendan yaxshi ota chiqmaydi. Borligim ham yo'qligim ham bilinmaydi. Sen endi katta yigit bo'lib qolding. Oying va singillaring senga omonat. Meni unutinglar. Meni o'ldi deb hisoblanglar. Dada, unday qilmang, dadajon. Dadajon, iltimos ketmang.
Kadir. Kadir? Tashkinaga kelmaganingizga qancha vaqt bo'ldi? Men haligi universitetga kirdim. Uydagilarni ham o'zim bilan olib ketdim. Qaytib hatto samolyotda tepasidan uchib o'tmayman degandim, lekin do'stim uchun kelishga majbur bo'ldim. Ha, inson osonlikcha o'tmishini o'chirib yubora olmaydi. O, Kadir, xush kelibsan. Biznikiga kel, Salom. choy ichamiz. Xudo xohlasa. Oying bilan singillaringga salom ayt. Siz ham yangamga salom ayting. Rahmat, albatta aytaman. Kadir og'a, xush kelibsiz. Salom. Tinchlan, tinchlan. Salom Qadrbek. Yaxshi keldingiz. Rahmat, Xudoga shukr. Shu yerda o'tira turing. Xo'p, Hammasi gaplashganimizdek bo'ladi. yaxshi. Tushunarli. Xo'pmi? U ayol kim? Melek, ishimizdagi eng kerakli odamlardan biri. Senga bir rejam bor degandim-ku. Feride, qizim, olib kir, o'g'lim bo'l. Bizda hosil olindi. Baribir ko'rishamiz-ku deb nasibangizni shu yerga olib keldim. Yakub bey, nima qilyapsiz? Bular qonunga zid axir. O, shunaqami? Unda sizni noqulay ahvolda qoldirmaylik. Lekin sizning vijdoningiz tozaligini hamma biladi. Men bunga kafilman. Siz ham meni bilasiz. Hozir bahslashib o'tirmay qo'ya qolaylik. Vaqt yo'qotganimiz qoladi xolos. Axir siz sudyasiz, ishingiz ko'p. Mayli, omadingizni bersin. Marhamat Yakub bey. So'z da'vogarga, marhamat. Qadirbek. Sudya xonim, Gulperi Chetin turmush o'rtog'ini yo'qotgach, umrining qolgan qismini farzandlariga bag'ishlagan fidokor, jonkuyar ona. Yakub Tashkin o'z adovati sababli nabiralarini berishni istamayapti. Ey, nima deyapti? Sudya xonim, Yakub bey nabiralarini o'z qaramog'iga olishni xohlaydi. Chunki kelini ham ruhiy xasta, ham benomus bir ayol. Uni rahmatli turmush o'rtog'ining ukasi xiyonat ustida ushlab olgan. Ayol esa qo'rqib ketgandan qaynukasi Ejderbeyni jarohatlagan. Ejderbey chap yuragini yo'qotishga sabab bo'lgan. Sudya xonim, bu ayblovlar avvalgi sud jarayonidagi da'voga sabab bo'lgan edi va buning uchun mijozim o'ziga berilgan jazoni o'tab chiqdi. Aksincha, Gulperi xonimning o'tmishdagi boshdan kechirganlari uning onalik huquqini olishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin uning ishqiy munosabatlari hali ham davom etyapti. Ustiga ustak ushbu munosabatlar rahmatli erining o'limidan avvalroq boshlangan ekan. U yolg'on gapiryapti. Sudya xonim tuhmat qilyapti. Gulperi, tinchlan. O'tir. Sudya xonim, ruxsat bersangiz, guvohimiz Nejatbeyni chaqirsak.
Guvoh Nejet Yilmaz. Guvohning shaxsi bilan bog'liq surishtiruvlar o'tkazildi. Nejet Bey, avvalgi sud jarayonida Gulperi xonim bilan ishqiy munosabatlaringiz haqida aytgandingiz. Marhamat qilib ayting-chi, o'sha munosabatlar hali ham davom etyaptimi? Aslida ikkalasini ham boshi ochiq. Bu bilan hech kim Gulperi xonimni noqonuniy munosabatda ayblay olmaydi. Men boshqasi bilan turmush qurganman. Eshitmadim. Balandroq ovozda yana qaytaring. Men boshqa ayolga uylanganman. Ya'ni Gulperi xonim bilan hech qanday aloqangiz yo'q. To'g'ri tushundimmi? Yo'q. Xotinimdan boshqasiga hatto qaramayman ham. O'tmishda Gulperi xonim bilan ishqiy munosabatingiz bo'lganmi? Do'konimizga liboslar tikib olib kelardi. Gulperi do'konga kelib ketib doim menga ko'z suzardi. Yosh kattaligiga qaramasdan uning qarmog'iga ilindim. Bular sizning ko'rsatmangiz, to'g'rimi? Voy ablah Nejetey. Gapirsanchi, Eshdir og'a bu ayol bilan meni tutib oldi. Keyin bu ayol Eshdir og'ani o'ldirmoqchi bo'lgan desangchi. Yakub Bey, iltimos tinchilaning. Yakub Bey, iltimos o'zingizni bosing. Savolga javob bering, Nejet Bey. Gulperi xonimni sha'niga tuhmat qildingizmi? Alloh jazoimni bersin. Ejder og'am dadam bo'lgan ishlarni eshitsa meni o'ldirishi aniq. Men esa seni o'ldiraman degandi. Ha. Ejder og'a qanday o'rgatgan bo'lsa shuni gapirgandi. O'g'lim yolg'on gapirmaydi. O'z aybingni unga to'nkama Nejet. Agar aldasam ota-onamni bir kunda ko'may. To'g'risini aytayapman og'am. Jim bo'linglar. Bo'lmasa hozir chiqarib yuboraman. Yakub Bey, iltimos o'tiring. Alloh senga shukr. Ortiq kutolmayman. Men ishlarim bor. Ha, ishlaringiz bor. Anavini oldiga ketasiz, bilaman. Bedriya. Tiling uzayib qopti. Senga nima? Burningni suqma. Aka, ichkarida oyimni ko'ramizmi? Melek, gulim, nega bunday qilyapsan? Jim bo'l, eshitishni ham xohlamayman. Kelajagimiz uchun shunday qildim. Kelajagimizni harom pul bilan qurmoqchi bo'ldingmi? Bir ayolning sha'niga tuhmat qilish juda achinarli hol. Lekin Gulperi xonim jazosini oldi. Hatto yaxshi xulqi sababli ertaroq ozodlikka chiqdi. Ozodlikka chiqqach, Istanbulda butunlay yangi hayot boshladi. Ne qiyinchiliklarga qaramay, da'vo hujjatlarida yozib qo'yganimdek, maosh haqidagi ma'lumotlar ham bolalari uchun qilgan harakatlari ham aniq ko'rinib turibdi. Hammasi tayyor. Uyi bor, maktab ham qabul qilishga rozi. Faqat bolalari yo'q xolos. Aksincha, shuncha vaqt mobaynida haqqi borligiga qaramay, farzandlarini Gulperi xonimga ko'rsatishmagan. Bir onani farzandlaridan, bolalarni esa istaklariga qarshi borib o'z onasidan ajratish uchun aybga buyurmang, lekin qalbsiz va vijdonsiz bo'lish kerak. Sizni biror gapingiz bormi? Sudya xonim, men 2 yildan beri tirik murdaman. Bolalarim haqida, ularni maktublarda yozganlardan boshqa hech narsani bilmayman. Nonko'rlik qilishni xohlamayman. Bobosi bilan buvisi bolalarimga juda yaxshi qarashadi.
Ularni juda yaxshi ko'rishadi. Yeb ichishdan kamchiligi yo'q ularda. To'g'ri, men balki ular kabi bolalarimga hamma narsani muhayyo qila olmasdirman. Lekin harom luqma bermay katta qilaman. Xotirjam bo'lsin. Agar vasiylikni oladigan bo'lsam, ular doim bolalarimning oilasi bo'lib qolishadi. Muhtarama sudya, azoblarim tugashiga ruxsat bering. O'tinaman, meni bolalarimdan judo qilmang. Endi bolalarni chaqir. Sudya xonim, ruxsat bersangiz bolalar ham shu yerda edi. Bobosi bir marta bolalarni ham eshitishingizni xohlaydi. Sudya xonim, bolalarni bu yerga olib kelib, ularga ham ruhiy bosim o'tkazmaylik, iltimos. Ularning onasi ham bunga rozi emas. Bu fikringizga qo'shilmayman, Qadirbey. Bolalar kirishsin. Yakubbey, bunday qilmang, bolalarni ikki o't orasida qoldirmang. Voy tavba tavba. Men chaqirmadim-ku. Ularning o'zi ortimdan keldi. Bedriya tashqin, Hasan tashqin, Jan tashqin. Katta bo'lib qolishganini qarang. Sudya xonim, Gulperi xonim bolalariga bunday ta'sir o'tkazishi mumkin emas. 2 daqiqa sudya xonim, axir 2 yildan beri bolalarni ko'ra olmagan bechora. Sudni vaqtini olmang, faqat 1 daqiqa. Jonlarim, bolalarim. Juda sog'inib ketdim. Hasan, katta bo'lib ketibsan-ku. Haqiqiy yigit bo'libsan. Qo'yib qo'ygandek dadangga o'xshaysan. Bedriya. Jonim menim. Go'zal qizim, gulim menim. Sizlar ham xuddi mendek qotib qoldinglar. Jonim menim. Kichkintoyim menim. Gulperi xonim, bo'ldi. O'z joyingizni egallang. Qani? Vaqtimiz kam, bolalar. Qisqa va aniq javobingizni kutyapman. Oyingiz vasiylikni olib sizni Istanbulga olib ketmoqchi. Bobongiz esa vasiyingiz bo'lib sizni Tashkentda tug'ilib katta bo'lgan qo'rg'oningizda voyaga yetkazmoqchi. Sizlar kim bilan qolishni istaysizlar? Qani ayt, Bedri. Qanday qarorga kelding? Go'zal qizim. Sudya xonim, men juda ko'p o'yladim. Qarorim qat'iy. Men bobom bilan shu yerda qolmoqchiman. Bu ayolni tanimayman ham. Qanday insonligini ham bilmayman. U haqda biladigan yagona narsam men bilan aka-ukalarimni uyaltirdi. Dadamning o'limiga sababchi bo'ldi. Amakimning joniga qasd qildi. Bobomga nonko'rlik qildi. Bu ayolni ko'rishni xohlamayman. Meni birgina onam bor. U ham bo'lsa ammam Qadir. Qizim.
Bedriya to'g'ri aytdi. Bu ayol bizni faqat tuqqan xolos. Mening onam otam bilan birga o'lgan. Ikkisini ham mozori yo'q. Biz ularni qalbimizga ko'mdik. Men ham bobomning yonida o'z uyimda qolaman. Jan, sen hech narsa demaysanmi? Bobom bilan qolaman. Bundan keyin sizlarni mendan hech kim tortib ola olmaydi. Ruh qalbdan ajralishi mumkin, lekin farzandlar o'z onasidan voz kechmaydilar. Qanchalar yaqinsan, lekin o'rtamizda cheksiz jarlik bor. Kelinni olib, ertaga oldimga o'tinglar. Endi nima qilasan, Gulperi? Buning uchun javob berasan. Alo, og'a. Ular kelishdi. Ko'zimga ko'rinma.